Qaynonam va qaynotam uydan ketishgan o'sha oqshom. Huvillab qolgan katta hovlida yolg'iz o'zim supurgi ushlab tursam. Orqamdan kelgan qadam tovushlari yuragimni qinidan sug'urib olayotgandi. Qaynim. Erimning yosh, qoni qaynagan ukasi belimdan shunday qattiq quchoqladiki, uning qaynoq nafasi bo'ynimga urilgandi. Erimdan yillar davomida ko'rmagan ehtiros olovi butun vujudimni yoqib yubordi. Agar hozir kimdir kirib kelsa, bu qonli xiyonat uchun o'lim jazosiga ham rozi edim, chunki men shu olovni hammadan ko'p kutgandim. Assalomu alaykum. Hayotning eng shafqatsiz zarbalari. Ayol qalbining chidab bo'lmas yolg'izligi va ehtiros olovida qovurilgan taqdirlarga qiziqadigan Hikoyachi Momo kanalining qadrdon obunachilari. Agar siz bizning dard, muhabbat va yashirin sirlarga to'la dunyomizga ilk bor qadam qo'yayotgan bo'lsangiz, obuna bo'lishni va like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Qulayroq joylashib oling. Chunki bugun men sizlarga erining xorliklaridan, oylab yo'qligidan beva qolgan ayolning qanday qilib o'z qaynisi bilan iblis qafasiga ixtiyoriy kirib qolgani haqida so'zlab beraman. Bu hikoya sizning asablaringizni sinab ko'rishi va yuzingizga shapatidek urilishi aniq. Mening ismim Gulhayo. 34 yoshdaman. Xorazmning qadimiy mahallalaridan birida erimning ota-onasi bilan katta bir hovlida yashayman. Mening turmushim tashqaridan qaraganda tinch, lekin ichidan chirigan muzdek qasr edi. Erim Mansur aka juda shafqatsiz, faqat ichkilikni va o'z o'rtoqlarini sevuvchi inson edi. Ichib kelib meni urgan kechalari "Sen qanday xotinsan?" deb haqoratlaganlari mening qalbimdagi barcha gulzorni toptab tashlagandi. Oxiri u hammasiga qo'l siltab, Rossiyaga pul topaman deb ketib qoldi. 1 yil. Salkam 1 yil 3 oy o'tdiki, u menga 1 tiyin pul ham yubormadi. Bolalarim qanday yashayapti, sen nimasan deb bir marta ham qo'ng'iroq qilmadi. Men qaynonamning xizmatini qilib, uydagi barcha og'ir yumushlarni yelkamda ko'tarib yuraverdim. Ayolligim qurib, faqatgina xizmatkor mashinaga aylanib qolgandim. Ammo bu xonadonda meni tirik odam, chiroyli ayol ekanimni menga his qildiradigan faqat bitta odam bor edi. Bu erimning kenja ukasi, 25 yoshli, hali uylanmagan qaynim Jasur. Jasur akasiga umuman o'xshamasdi. U shunday xushbichim, shunday tarbiyali va mehribon yigit ediki, men doim og'ir suv ko'tarayotganimda yoki hovli tozalayotganimda, "Kelinoyi, o'zingizni buncha urintirmang, qoldiring shularni men qilaman" deb yugurib kelardi. Boshida uning bu e'tiborini men oddiy hurmat, akasining xotiniga qilingan yordam deb bilardim. Ammo vaqt o'tgan sari uning menga bo'lgan nigohlarida qandaydir o'zgacha bir olov, qandaydir sirli ehtiros borligini seza boshladim. Ba'zan men oshxonada o'tirib choy ichsam, u eshikka suyanib uzoq vaqt menga tikilib qolardi. "Jasur, tinchlikmi? Nimaga buncha qaraysiz?" desam, u uyalib qizarar, "Hech narsa, kelinoyi. Siz pishirgan ovqatlarning mazasi boshqacha-da" deb qochib ketardi. U har kuni kechqurun menga bozordan yoki ko'chadan biror shirinlik, gohida issiq kabob, gohida meva ko'tarib kelardi. "Kelinoyi, rosa ozib ketibsiz, yaxshilab yeng" derdi qulog'imga xirillagan ovoz bilan pichirlab. Men erimning bunday mehrini butun umrim davomida ko'rmagandim. Yoshligim, qoni qaynagan ayolligim uning bu teginishlaridan, bu shirin so'zlardan beixtiyor entikib, o'zim ham bilmagan holda shu yosh va yondiruvchi yigitga intila boshlagan edim. Lekin pichoq borib suyakka qadalgan kun boshqacha bo'ldi. Bir kuni kechqurun qaynonam va qaynotam bir-biriga shivirlashib nimanidir gaplashayotganini dahlizdan eshitib qoldim. Mansur u yerda qandaydir rus ayolga uylanib olibdi. Pul ham o'shanga ketyapti. Bu bechora kelinga buni aytmaylik, bilib qolsa ketib qoladi. Men shu so'zlarni eshitdim, u qulog'im tagida qattiq shovqin turib devorga suyalanib qoldim. Meni axlatdek tashlab ketgan erim menga xiyonat qildimi? Men ko'z yoshlarimga tiqilib xonamga qamalib olib dod soldim. Men nima uchun bu uyda xizmatkorlik qilib yotibman o'zi? Nimaga yosh umrimni yondiryapman? Va aynan shu qonli faryodimdan so'ng mening iblis bilan shartnomam boshlandi. Yozning o'rtalarida
Qaynotam va qaynonam Zomin tog'lariga, qarindoshlarnikiga 5 kunga dam olgani ketishdi. Katta hovlida faqat men va Jasur yolg'iz qoldik. Bu o'z-o'zidan yonayotgan gulxan ustiga benzin quyish edi. Men bu olov qanday qilib portlashini bilardim. Va ich-ichimdan bu portlashni istayotgan edim. Ikkinchi kunning kechquruni. Men hovlini supurayotgan edim. Havoda qandaydir og'ir, shahvat isli bir issiqlik bor edi. Jasur mening orqamdan ohista kelib, hech bir ogohlantirishsiz mening nozik belimdan shunday qattiq va ehtiros bilan quchib oldiki, supurgi qo'limdan tushib ketdi. Mening butun vujudim dahshatli tok urgandek seskanib, ko'zlarim yumilib ketdi. Jasur, nima qilyapsiz, dedim xirillagan, qaltiragan ovoz bilan. Men ortiq chiday olmayman, kelinoyi, dedi u qulog'imga yovvoyi bir muhabbat bilan pichirlab. Uning nafasi bo'ynimni kuydirar. Qattiq, yosh vujudi mening tanamga butunlay yopishib olgandi. Sizning ko'zlaringizdagi bu og'riqni, bu yolg'izlikni ko'rib o'lib ketyapman. Menga atigi bir kechangizni bering. Sizni shunday baxtli qilamanki, o'sha sotqin akamni ismini ham unutasiz. U shunday deb meni o'ziga burdi-da. 42 yillik umrimda men sezmagan olovli, yovvoyi bir muhabbat bilan lablarimdan o'pa boshladi. Men qarshilik qilishni o'ylamadim ham. Mening muzlagan ayolligim uning qaynoq va shiddatli quchog'ida ming bo'lakka bo'linib, lazzat dengiziga sho'ng'igan edi. U meni qo'lida dast ko'tarib, o'zimning erim bilan yotgan, oylab zax bosib yotgan yotoqxonamga olib kirdi. O'sha tunda u menga shunday ehtirosli, shunday aqldan ozdiruvchi bir jannatni hadya etdiki, men endi tirik ayolman deb o'zimga iqror bo'ldim. Uning yoshlikdagi kuchi, uning har bir erkalashi, mening tanamning har bir nuqtasini uzoq muddat och qolgan insonga non bergandek to'ydirdi. Biz 2 soat tinmay yovvoyilarcha qovushdik. Men bu taqiqlangan yotoqda erimning ukasi ostida ingrab, ham qasos ham cheksiz lazzat olovida yondim. 5 kun. Biz xuddi yangi turmush qurgan telba oshiq ma'shuqlardek yashadik. Qaynota qaynonam qaytgach ham biz bu jinoyatni to'xtata olmadik. Biz kelishib olgandik. Agar tunda men tashqariga hojatga chiqsam, demak uni istagan bo'laman. U ham hovliga chiqib hammadan yashirincha mening xonamga kirib kelardi. Har tunda qaynotamlar uxlab yotganda mening yotog'imda o'sha qaynoq, xavfli va qonni qizdiruvchi jinoyat sodir bo'lardi. Men ehtiros quliga aylanib qolgandim. Ammo taqdirning zarbasi har doim jinoyatning ortidan kelar ekan. Bugun tongda men bilib qoldimki, bu dahshatli kechalar evaziga men o'zimning qaynimdan homilador bo'lib qolibman. Mening tomirlarimdagi qonim muzlab osmon ustimga quladi. Meni qaynimdan homilador bo'lganimni bilsa, meni bu ko'chada so'yib tashlashadi. Jasurga aytsam u nima qilar ekan? Erim qaytib kelsa nima bo'ladi? Bu mudhish sirdan qanday qilib qutulaman? Men ehtiros va yolg'izlik azobidan qochaman deb, jannat deb o'ylab yona boshlagan choxning o'rtasiga kelib qoldim. Aziz opa-singillar, ehtiyot bo'ling. Erim yo'q deb, ayollik yolg'izligim deb iblisning tuzog'iga tushib qolmang. Nafsning yoqimli bo'salari ortida faqat va faqat fojia, qonli oxirat yotadi. Siz mening dahshatli va aql bovar qilmas xatoim haqida nima deb o'ylaysiz? Mening joyimda bo'lganingizda siz bu ehtiros olovidan qochib qutulgan bo'larmidingiz? Iltimos, izohlarda o'z nafratingiz va achchiq xulosalaringizni yozib qoldiring. Hikoyachi Momo kanaliga obuna bo'lishni unutmang. Xayr, o'z vijdongingizni asrang.